Siz oliy harbiy ta'lim muassasasi kursanti bo'lsangiz, qanday imtiyozlarga ega bo'lasiz? Avvalo, 100% davlat granti asosida ta'lim olasiz. Shuningdek, sizga o'qish davomida har oylik stipendiya ham beriladi. Kursantlarni bepul zamonaviy yotoqxona, bepul kiyim-kechak ta'minoti hamda bepul oziq-ovqat ta'minoti, bepul tibbiy xizmatdan foydalanish huquqiga ega bo'lasiz. Shuningdek, bitiruvchilarga leytenant harbiy unvoni berilib, ularning bandligi 100% ta'minlanadi. 2 diplom, fuqarolik hamda harbiy kasbga mo'ljallangan mutaxassislik beriladi. Agar siz talaba bo'lsangiz, mutaxassisligingiz turdosh harbiy sohaga to'g'ri kelsa, o'qishingizni oliy harbiy ta'lim muassasasida davom ettirishingiz mumkin. Kursantlar o'qish davomida shahar transport vositalarida bepul yurish, madaniy va ko'ngilochar maskanlarga bepul kirish imtiyozi hamda ta'til vaqtida uylariga borish uchun bepul temir yo'l va aviachiptalar taqdim etiladi. Mudofaa vazirligi oliy harbiy ta'lim muassasalari sizni kutmoqda.